Guten Abend an alle. Wie geht's euch? Xayrli kech hammaga. Ahvollaringiz qanday? Bugun 19 mart haftaning payshanba kuni 2026-yil. Bugundan boshlab men sizlarga kanalimda e'lon qilganimdek nemis tilini kunlik challenge holida o'rgatib bormoqchiman. Ya'ni bu sizlarga hayitlik sovg'asi desak ham bo'ladi. Demak, agarda tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Wir lernen heute Deutsch. Ya'ni bugun biz sizlar bilan nemis tilini o'rganamiz. Bu aynan Work and Study in Germany Germaniyada ish va o'qish kanali obunachilari uchun maxsus tayyorlanadi va har kuni joylab boriladi. Demak, kanalimga obuna bo'lganlar uchun. Kanalni uzoqlashmang, hali bundan ham zo'r yangiliklar oldinda bo'ladi. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Xo'p. Keling, avval nemis tili va o'zi nemislar kimlar ekanligi bilan tanishamiz. Ko'pchiligingizning xayolingizga aynan nemis tili va nemislar deganda mana bunaqa qo'liga qurol ushlagan bir vahshiy odamlar ko'z oldingizga keladi. Sovuqqon odamlar ko'z oldingizga keladi. Bundan tashqari, mana bu odamni ham juda ham yaxshi taniysizlar. Bu odamning mashhur gapi bor. Buni keksalar ham, kichkinalar ham biladi. Ya'ni Hände hoch, qo'lingni ko'tar degan gaplari bor. Ya'ni bu odam Adolf Hitler. Nemis tilini siz Gitlersiz tasavvuringizga keltira olmasangiz ham kerak. Xo'p. Sizning nazdingizda quyidagicha fikrlar keladi. Nemislar xuddi shunaqa deb o'ylaysiz. Lekin aslida-chi, nemislar kimlar? Ular qanaqa millat vakillari? O'shalar bilan demak tanishar ekanmiz. Nemislar bugungi kunda siz va bizga mashhur bo'lgan eng yirik avtomobil sanoatiga, iqtisodiyotiga ega bo'lgan dunyoning top gegemon 7 davlatlaridan biri hisoblanadi. Ikkinchi jahon urushidan keyin deyarli 60% vayrona qilib tashlangan davlatdan hozirgi kundagi eng sanoati, iqtisodiyoti kuchli va tibbiyot deyarli dunyoda birinchi o'rinda turuvchi davlat va mana bu yerdagi butun dunyoga mashhur bo'lgan brendlar, ular hammasi nemislar tarafidan hozirgi kunda ishlab chiqilgan va boshqariladi. Xo'p. Qani ko'ramiz. Bu brendlardan qaysilarini taniysiz? Bulardan sizlarga Mercedes-Benz, BMW, Boss, bundan tashqari DHL, Audi, Puma, Adidas, yana Bosch, bundan tashqari Deutsche Bahn va hokazo bo'lgan bir qancha brendlar, dunyoga mashhur brendlar aynan hozirgi siz o'rganayotgan til, nemis tili va ularning asoschisi nemislar tarafidan ixtiro qilingan. Xo'p, demak, nemislar va ularning tili haqida biroz taassurotga ega bo'ldik. Bundan tashqari nemis tili aynan roman-german tillari oilasiga kiradi. Roman-german tillari oilasiga kirar ekan. Xo'p. Keling, endi nemis tilini alifbosiga o'tamiz. Das Deutsche Alphabet. Nemis alifbosi. Nemis alifbosi nimalardan tashkil topgan ekan? Asosiy harflarimiz 26 ta ekan. Bundan tashqari 3 ta umlautlarimiz A, O, U umlautlarimiz. Mana shu harflarimizning ustida ikkita nuqtani ko'rsangiz, ular umlautli harflar deyilar ekan. Bu asosan mana shu 3 ta harfimizning ustida bo'ladi. Keyingi qo'shimcha SZ harfimiz. Bu ikkita S, ya'ni cho'ziq S talaffuzini beradi. S. Die Vokalen, unlilar. Bular A, O, U, E, I,
A, O, U umlautlarimiz ham bular unlilar deb atalar ekan. Ikkinchi konsonant undoshlarimiz esa mana shu yuqoridagi unlilardan boshqa hammasi undoshlar deb atalar ekan. Xo'p, ana endi keling talaffuz qoidalarini ko'rib chiqamiz. Unlilar yakka tartibda kelganda o'z holicha o'qiladi. Ya'ni o'zbek tilida siz unlilarni qanaqa talaffuz qilsangiz, xuddi shunaqa talaffuz qilasiz. Zum Beispiel, misol uchun Apfel, Apfel, Apfel ko'rdingizmi? A ham E ham o'z holicha o'qilyapti. Ikkinchi qoidamiz. Ikkita unli bir bo'g'inda birga kelganda. Bulardan E hamda I harfini ko'rib qolsangiz, ay degan talaffuz berar ekan. Misol uchun eins, eins yoki mein, mein. Keyingisi I hamda E harfi ana endi uning teskarisi birga kelganda bir bo'g'in tarkibida I cho'ziq i'ni beradi. Misol uchun viele, viele yoki bieten, bieten. Keyingisi E hamda U harflar birikmasi oy talaffuzini berar ekan. Misol uchun oyg'o, oyg'o yoki Leute, Leute. Keyingi harflar birikmasimiz A umlaut hamda U. Oy, oy. Xuddi mana shunaqa oyni beradi. Misol uchun boyma, boyma. Bundan tashqari A umlautimiz E talaffuzini berar ekan. Die Ärztin, Ärztin. O umlautimiz ham bor bizda. Bu bizga Ö talaffuzini beradi. Misol uchun das Öl, Öl. Bu yog' degani. Keyingisi U umlautimiz bizga Ü degan talaffuzni berar ekan. Misol uchun Übung, Übung. Qachon uyni beradi? U umlautimiz so'zlarning yoki bo'g'inlarning boshida kelsa. Bizda yu tarzda beradigani ham bor. Bu yu holida berishi asosan mana bunaqa undoshdan keyin kelganda. München, München. Ko'rdingizmi? Xuddi shunaqa talaffuz qilar ekansiz. Ana endi undoshlar qoidasiga kelamiz. Bulardan bizga birinchi navbatda S harfini ko'rib chiqishimiz kerak. S harfi so'z yoki bo'g'in boshida kelganda bizga Z harfini berar ekan, Z talaffuzini. Misol uchun sieben, sieben bu 7 degani. Sieben, sollen, sollen. Undan tashqari bo'g'in boshida kelishi besuchen, besuchen. Mana besuchen Z talaffuzini beradi. Agarda u bo'g'inning oxirida kelgandachi? Bo'g'inning oxirida kelganda esa bizga S talaffuzini berar ekan. Misol uchun eins, eins yoki was, was. Ana endi Z harfimiz. Z. Bu rus tilidagi C yoki C deb yozsangiz ham bo'ladi. Mana shunaqa talaffuzga ega. Misol uchun zwei, zwei, zwei yoki das Zimmer, Zimmer. Keyingi harfimiz esa R, R. Asosan G talaffuzida keladi. Ba'zan esa R. Siz tilingiz kelishmasa R desangiz ham bo'ladi. Asosan esa nemislardek talaffuz qilmoqchi bo'lsangiz G talaffuz qilasiz. Misol uchun das Brot, das Brot, die Frau, die Frau, Brot, Brot. Asosan G ga urg'u beriladigan holatlari quyidagilar. Ikkita undosh birga kelib, ikkinchisi R bo'lganda mana R beradi yoki R harfi so'zning boshida kelganda G ni beradi. Rot. A bo'lib ketadigan holatlari ham bor. Misol uchun u asosan E harfidan keyin kelganda. Misol uchun Fia, Fia yoki Fata, Fata yoki Muta, Muta. Keyingi harfimiz Yot. Yot harfimiz bizga Y talaffuzini beradi. Misol uchun ya, ya bu ha degani. Keyingi harfimiz F harfimiz bizga F talaffuzini beradi. Fil, fil. Keyingisi V harfimiz
V talaffuzini beradi. Misol uchun das Wetter, das Wetter. Bu harfimizni aytdik boya, SZ harfi ikkita S'ni, ya'ni cho'ziq S'ni beradi. Groß, groß. Ana endi undoshlar ham birikib kelar ekan bizda. O'shanaqa holatlarda qanaqa talaffuzga ega bo'ladi va qaysi undoshlar birikib keladi? Bulardan birinchisi S hamda T harflar birikmasi bizda SHT, ya'ni stop, stop, SHT qilib o'qiysiz ekan. Ikkinchisi S hamda P harflar birikmasi bizda SHP, ya'ni shpot, shpot, SHP qilib talaffuz qilasiz. Keyingisi S hamda Ch harflar birikmasi talaffuzda sh ni beradi. Misol uchun shule, shule. Keyingisi ch hamda s harflar birikmasi s ni beradi. Misol uchun sechs, sechs. Bu bizda 6 degani. 6. Keyingi harfimiz T, S hamda Ch harflar birikmasi. Bu 3 ta harflarni ko'rib qolsangiz, demak siz Deutsch, Deutsch, Ch deb o'qishingiz kerak ekan. Hozirgi siz o'rganayotgan til ham aynan Deutsch, nemis tili deb nomlanadi. Keyingi va oxirgi harflar birikmamiz mana bu S hamda H birikmasi. Bu Ch, ya'ni yumshoq H yoki qattiq H berib kelishi ham mumkin. Biz uning uchun unlilarimizni ikkiga ajratib olamiz. E, I yumshoq unlilar hamda A, O, U qattiq unlilar. Bu unlilarimiz haqida hali boshqa qoidalarimiz ham bor. Shuning uchun yumshoq va qattiq unlilarimiz nimalar ekanligini bilib oling. Demak, mana shulardan keyin kelganda ch harfimiz yumshoq h qilib o'qiladi. Misol uchun ich, ich. Bulardan keyin kelganda esa qattiq h, misol uchun buh, buh. Ko'rdingizmi? Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan hamma qoidalarimiz mana shulardan iborat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ya'ni e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi darslarimizni ham kuzatib boring. Menimcha bu darsimiz sizlarga foydali bo'ldi. Bu qoidalarimizni yaxshilab o'rganib chiqsangiz, hozir siz 0 dan boshlab u C2 darajadagi o'qilish qoidalarini ham o'zlashtirgan bo'lasiz. Bizda nemis tilida mana shu qoidalar bilan o'qilish qoidalari ketaveradi. Ya'ni ingliz tilidagidek ba'zi bir so'zlarda alohida o'qilish qoidalari kelmaydi. Siz shularni yodlab olsangiz, muammo bo'lmaydi. Bugungi darsimiz mana shular. Keyingi darsimizgacha sog' salomat bo'lasizlar. Xayr, ko'rishguncha.